Captiva'ni ishqozlari uchun kechki bozorimizda 2013-yil ishlab chiqarilgan 3 motor bilan jihozlangan Captiva avtomobilini ko'rsataman. Juda ham yaxshi sosteniyadagisi kelib qoldi. Qurt sosteniyada desam ham bo'ladi. Xo'p, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham chotki holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kapot va orqa bagaj qirilgan, chizilganligi uchun sepilgan ekan. Usti hech qanaqa udari yo'q ekan. Ko'rib tekshirib olasizlar. Yengil motor taqib qo'yilgan, 70 ming yurgan. 70 ming yurgan motor taqilgan, kurgoy tanib ko'rsatmalar bor. Motorini dokumentini qanaqa muammo bo'lmaydi ekan, yana o'zingiz uchun bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Tanosasenadagi mashina. Xo'p, 163.324 kilometr masofani bosib o'tgan, 10 millionga propan gazda usunovka qildirib qo'yibdilar. Mana mesrollar taqib qo'yilgan. Switch monitor, video registrator, sizga yana abagoriflari ham ishlayapti. Salonlari matviy holatda, orqalari ham zo'r, qarab haydalgan mashina. Motor hadavachastlari texnik hech qanaqa ish yo'q ekan, ko'rib, tekshirib, proverka qilib olasizlar. Yo'q narx kanalimizdan kechki bozordan olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 10.990